Betoni bitti. Mana bu oxiri. Shunaqa kuyganmiz endi hozir. Zasipka qilinyapti. Tomoniga ham zasipka qilib tasha kuyiladi. Kimga shunaqa molxona qurmoqchi bo'lsa mana ko'rib 6 tomonga sig'adigan molxona mana. Oxirda endi aynan shebin bilan to'ldirib stashka qilib quyib qo'yiladi, bo'ldi. Shlaka bilan bo'ladi yo'llari. Oldi. Ichkarilar loy suvoq bo'lib suvab qo'yiladi.